Bizning bugungi qabul qilgan avtomobilimiz 12 avtomobili. Bunda bo'ladigan muammolari, rullari chap tomonga qarab tortib ketadi, to'g'ri yurgan holatda ham. Balansirovka qilingan, razval qilingan, mashinada hech qanday o'zgarish bo'lmagan. Diagnostika qilgan vaqtimizda o'g'il pоворot rul qismi bor, o'sha qismida ancha muammo chiqarib bergan. O'sha tomonni to'g'rilab berganimizdan keyin mashinalari chapga yoki o'ngga qarab tortib ketmaydigan bo'ladi. Diagnostika qilgan paytimizda o'g'il pоворot rul bor, -22 ga o'tib ketgan. Mashinaning ruli to'g'ri turgan holatda 0 bo'lish kerak. Mana hozir mashinamizda rullari to'g'ri turibdi. Hech qanday chapga yoki o'ngga burilmagan. Mana shu -22 ning hisobiga mashinada chapga qarab tortish holati bo'lgan. Programma orqali buni to'g'rilab beramiz. Bu rullar to'g'ri turgan holatda gradiyasiya 0 holatga qaytadi. Bundan keyin mashinada tortish holati bo'lmaydi. Avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Mana rullari to'g'ri holatda turibdi. Hech qanday chayqab burilmagan. Mana o'g'il pоворot rul bor, 0 gradiyasga tushdi. Mana endi mashinalari chap tomonga yoki o'ng tomonga tortib ketadigan holat bo'lmaydi. Bu holat bo'yicha balansirovka, razval sxojдения qildirgan hech qanaqa foydasi yo'q yoki diskalarni yoki balonlarni almashtirishda hech foydasi yo'q. Eng yaxshi yo'li через kompyuter orqali diagnostika bilan ishi bitadi. Agar programmalashtirish kerak bo'lsa, undan keyin biz programma qilib, chiroyli qilib rullarni tortmaydigan holatda qilib beramiz. Uni ruli chapga yoki o'ngga tortib muammo qiladigan yoki bo'lmasa balansirovka qilib ham yoki razval sxojдения qilib ham chiqarilmaydigan ustalarga yoki bo'lmasa shopirlarga bemalol jo'natib qo'ysalaring bo'laveradi. Ishimizni har doimgidek sifatli, shu bilan birgalikda garantiyali qilib bitkazib beramiz.